Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede size ediyoruz, Washington'dan sözleyimiz. Hazır Amerika'da saylamlar ciddi kitivatıdı. Bu kadar saylamda iki kişi, Cumhuriyetçiler Partisi'den Trump, Donald Trump, Demokratlar Partisi Hillary Clinton hanım. Bugünkü sizlere sözleydiğim mavzuyumuz, Prezident Obama, Hillary Clinton hanımның Ақсырайғы kirişige yardımını ulğaytdı. Mavzulu haber 6. ayının 10. günü Amerika Ovazı'nın Xitay tili programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının Prezidenti Obama haftanın 4. günü Hillary Clinton hanımның saylam raqobatchisi Sanders bilan kurashgandan keyin Demokratlar Partisi'nin Hillary Clinton hanımını prezident namzatlıqıga ko'rsatishga rasmiy ifade bildirib, qo'llaydiganligini bildirdi. Prezident Obama saylam Tor blogida e'lon qilgan bir parcha filmda bundaq ko'rsatdi. Prezident bo'lishning ne kadar qiyin ekanligini ular yaxshi biladi. Bu demek onun sabık devlet işler katibi işgalligini hem sabık prezidentin Clinton'un hanımı işgalligini şunun için bu hizmetinin hüddüsten çıkalaydıgallıqını biledigallıqının sebebidir. Prezident Obama yani mundaq ko'rsatdi. Men yani kimnidir? Bu vazifenin hüddüsten çıkalaydı deb hesaplamayman. Lekin onun Hillary Clinton hanımның prezidentlik vazifesiga kerak bo'lgan baturlikning barligini, qizg'inligi barligini va butun qalbini bu xizmatga ato qiladiganligini bilaman. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Prezident Obama haftaning 3. günü Wisconsin shtatida Hillary Clinton hanım uchun yordamni ulg'aytdi. Prezident Obama ikki qatam prezident saylimida Wisconsin shtatida g'alaba qilgan edi. Prezident Obama yana mundaq ko'rsatdi. Men uning bilan birga bo'laman. Men uning uchun tovlayman. Men uning uchun cho'qon solaman. Men Hillary Clinton hanım uchun taqozolik bilan saylam raqobatiga qatnashaman yoki saylash maydoniga boraman. Prezident Obama Hillary Clinton hanımның saylam raqobatchisi senatör Sanders Efendi'ni Aqsarayda qabul qilib ve 1 saatdan ortiq yumaloq ustali suhbati o'tkazgandan keyin ondan Hillary Clinton hanımni rasmiy qo'llaydiganligi to'g'risida ifade bildirdi. Sanders Efendimi milyonlagan Amerikalikning saylamda qo'llashiga erishgan, bo'libmi yoshlarning qo'llashiga erishgan prezident nomzodi edi. Demak, Prezident Obama Hillary Clinton hanımning nomzodligini va prezident saylamiga qatnashishini va prezident bo'lib Aqsarayga kirishini qo'llayman dedi. Bundan keyin Amerikada ketayotgan saylam yana qanday o'zgarish bo'ladi? Vatandoshlarga keyin bu to'g'rida yana so'zlab beramiz. Endilikdagi gapimiz kelsak, hozirgi vaziyat to'g'risida bir ikki og'iz gap qilsak, vaziyat sizning bizning tasavvurimiz. Endi qanchalik tasavvur deysiz bu tasavvurimizni hozir shundan olqib aslida biz sizlarga so'zlayotgan real munosabatlar doirasidan olqib jiddiy bir davrga kirib qoldi. Masalan, ben bugün sizlarga uni leksiya qilib ulgurtamadim. Mundaq mavzularda xabarlar kelishga boshladi. Men sizlarga avvalmush mavzuni o'qib ko'ray. Rossiya bilan Jungo birlashib mush otdi degan gapni Rossiya taraf tan olmadi. Yaponiya bilan Rossiyaning Sinkaku oroli atrofidagi aloqalar odatdan tashqari bo'ldi. Amerika matbuotlari o't yolqini qabristonlik bo'ldi. Beijing Amerika avamatgillarga qo'lliq yo'l ochib qo'ydi dedi. Rossiya Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni o'zgartdi. Beijing xalqaro qo'llashdan ayrilib qoldi. 52 belgilik aeroplan yetib kelish oldida turadi. Jungo mush chiqaramdi yo'q.
Cungu'nun Amerika turuşluq baş elçisi 2 ayda 2 qatam Janubi Deniz meselesi boyunca Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatiga ogohlantirish berdi. Muşundaq mavzularda xabarlar keldi vatandaşım, yana birisi Janubi Denizde harbiy kuchlar oshkorlanishga boshladi. Amerika Jungu to'qinishidan saqlanqilib bo'lamdi bo'lmamdi degan mavzular. Uning ustiga o'tgan yil 9-oyda Rais Xi Jinping Amerikani ziyorat qildi. Shu vaqtda bir natija deb hisoblashib o'ltaganda bir natija hisobida Amerika Qo'shma Shtatlarining Las Vegas shahridan Kaliforniyaga tez suratli temir yo'l yotqizib, bu temir yo'l ishlarini höddigelib, Junguliklarning, Jungu injenerlarining qiladiganligi va Jungulikning mablag' soladiganligini bekitishgan ekan. Bu to'g'rida men ayni vaqt shunda xabar ko'rmagan edim. Bu tuyuqsiz o'ttirib chiqdi. Bugun Amerika shirkatlari yoki Kaliforniya bilan Las Vegas o'tirish temir yo'l shirkati shaxsiy boshqaradigan shirkatlar o'ttirib chiqib, Jungu bilan tuzilgan bu to'xtamni bekor qildi. Mundaq aytganda, Rais Xi Jinpingning Amerika ziyoratida qo'lga keltirgan natijasini bir varaq qog'ozga aylantirib qo'ydi. Bu endi keyingi vaziyatga qanday ko'rsatdi? Biz vatandaşlarımız bilan bu to'g'rida yana o'rtoqlashib turamiz.